Siz hozir aytmoqchi bo'lgan narsa fuqaro so'zi. Biz butun o'zbek xalqini faqir, bechora, qashshoq deb ataymiz. Ha, endi keling, uning hatto hukumat darajasida pasportiga ham yozganmiz. Endi tasavvur qiling. Arab mamlakatlariga bir kishi bordi. Men-ku borsam mayli, oddiy odam, O'zbekistonning oddiy odamiman deb o'tib ketishim mumkin. O'sha chegara to'siqlaridan vazirimiz yoki aytaylik o'sha men aytgan hozir kattaroq lavozimdagi kishi o'tayotgan bo'lsa, men O'zbekistonning qashshog'i desa. Ana nimaga kulasiz? juda xunukda. Juda xunuk. Ana shuni o'zgartirish kerak. Bu narsalarni o'zgartirish kerak. Bu yuridik kazus bu. Endi mehmonlarimizga Ro'zmat aka, mana shu fuqaro so'zi aslida nimani anglatadi? Bu o'zi qayerdan, bu arab tilidanmi, bu qayerdan? Shu tomoshabinlarimizga bir to'liqroq shuni atamani ma'nosi, mohiyatini tushuntirib bersangiz. Fuqaro so'zi bu anaqadan arab tilidan kirib kelgan. Faqir, kambag'al, qashshoq, miskin, g'arib, bir kunlik yemishini topa olmaydigan odam yana bir anaqa adabiyotlarda o'zini og'riqqa chidamligini tushuntiruvchi dressировщик deb ham aytiladi. Assalomu alaykum Qaraqalpoq xalqim. Buxoro so'z o'rnina kisi desek qalay qaraysizlar? Kisi!